Tushda ko'k kiyim ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'k kiyim ko'rish odatda ijobiy alomatlardan biri hisoblanadi. Biroq ta'bir kiyimning rangi, holati va tushdagi vaziyatiga qarab farq qilishi mumkin. Tushda ko'rilgan toza va chiroyli ko'k kiyim xotirjamlik, baraka, obro' va yaxshi xabarlar kelishiga ishora qilishi mumkin. Tushda ko'rilgan och ko'k kiyim ruhiy osoyishtalik, umid va quvonchni anglatadi. Tushda ko'rilgan to'q ko'k kiyim esa mas'uliyat, sabr, toqat va mehnat evaziga muvaffaqiyatga erishishni bildirishi mumkin. Tushda ko'rilgan yangi ko'k kiyim yangi ish, yaxshi imkoniyat yoki hayotdagi ijobiy o'zgarishlarni anglatadi. Bordiyu kir yoki yirtilgan ko'k kiyimni ko'rsangiz, ayrim tashvishlar yoki vaqtinchalik qiyinchiliklardan ogohlantirishi mumkin. Erkaklar tushida ko'k kiyim kiyganini ko'rsa, ko'pincha martaba, hurmat qozonish yoki rizqining kengayishiga yo'yiladi. Ayollar uchun esa baxt, oilaviy totuvlik va yaxshi xabarlar belgisi sifatida talqin qilinadi. Turmush qurmagan qiz uchun esa yaxshi inson bilan tanishish yoki nikohga yaqinlashish ma'nosida ham talqin qilinadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.